Jungle. Bo'yin va bel grijasini operatsiyasiz davolashning eng samarali yo'llari. Men Eldor Akromovog'li, Esperto Med klinikasining asoschisiman. 3 yil davomida 6,5 mingdan oshiq bemorlarga bo'yin va bel grijasini operatsiyasiz davolashga, yelka bo'g'im va tizza bo'g'im og'riqlaridan xalos bo'lishga, insultdan keyingi asoratlarni davolashga yordam berganmiz va bugungi kungacha bizni Italiyani, Hindiston, Turkiya, Xitoy, Rossiya, Koreya kabi davlatlarning eng zo'r professorlari bizning davolash metodikalarimiz haqida juda ham zo'r otзывlar berishgan va bizni davolash metodimiz individualligini tan olishgan. Bugun siz bilan qaysi davolanish uslubidan foydalansak, bel og'riqlari va bo'yin grijasi oqibatida kelib chiqayotgan qo'ldagi og'riqlar, bosh og'riqlar, bo'yindagi og'riqlardan xalos bo'lish yo'lini o'rgatamiz. Ko'pchilik bemor keladi, aytadi misol uchun, belim og'riyapti, 3-4 joyda davolandim, 40-50 million pulimni ketkizdim, lekin natija bo'lmadi. Yechim faqat operatsiya deyishyapti deydi. Yechim faqat operatsiya deb o'ylashadi, lekin mana sizni tavsiya qilishdi 4-5 ta odam, sizlarda davolansam qanaqa bo'ladi deyshadi. Endi shuni bilishimiz kerakki, davolashdan oldin bizni klinikada doktorlarimiz avval sizni MRT snimkangizni juda chuqur tahlil qilishadi. Sizni holatingizni o'rganishadi va aniq tashxis qo'yadi va keyin davolashga o'tishadi. Shu joyini bilishimiz kerak. Nega? Odamlarda belda og'riq bo'lishi mumkin, lekin bu bel og'rig'iga olib kelayotgan ko'plab sabablar bor. 4 ta, 5 ta har xil sabablar bor. Imni qaysi biri sizni bel og'rig'ingizga yoki hamda oyog'idagi og'riqlarga olib kelayotganini doktor uni aniqlash kerak. Hammasiga standart lecheniya qilinsa, natija ham standart bo'ladi. Nostandart yondashsagina nostandart natijaga erishish mumkin. O'shaning uchun bizning doktorlarimiz avvalambor sizga berayotgan og'riqning sababini o'rganadi va keyingina tashxis qo'yib bo'lgandan keyin unga davolash choralarini aytadi. Xuddi shunaqa bo'yin holatida ham odamlar aytishi mumkin, bo'ynimda og'riq bor, qo'lim uvishadi, qo'limga kuch qaytdi yoki qo'lda og'riqlar kuchli. Xuddi shunaqa bo'yin holatida ham bizda bu yerda ko'plab sabablar bor. Balkim sizda mushaklar kuchli spazmga uchragandir. Balkim bo'yin sohasidagi umurtqada siljish bordir. Balkim u yerdagi grija nerv ildizini qisib qo'ygandir yoki umuman sizda bo'yiningizdagi grija nerv ildizini qismayotgandir. Qo'lingizning o'zida impingement sindrom bordir balkim. Bularning hammasini doktor avval aniqlab olish kerak. Endi aniqladik, davolash chorasi qanaqa? Siz qon tomiridan yoki og'izdan ichgan dori-darmonlar bilan buni grijani keltirib chiqazayotgan sababini hech qachon davolay olmaysiz. Nega? Bizni videoyimiz bor, mana ko'rishingiz mumkin, hozir ko'rsatamiz. Grijani asosiy sabablari degan videoyimiz bor. O'tib ko'ring. O'tda tushuntirganmizki, bo'tdagi mikrosirkulyatsiya, qon aylanish sistemasida va mushak sistemasida muammo bo'layotgani uchun sizda bo'tda bu kasallik kuchayyapti deyapmiz. Ana endi o'zi shundoq ham bu umurtqaga ozuqa yomon bo'lgan holatda siz tomirdan urasizmi, dumbadanmi, ichasizmi u dorini, farqi yo'q. Bu dori bo'tgacha yetib kelmaydi, sizga vaqtinchalik og'riq qolish maqsadidagina ta'sir qiladi. U dori Amerikaning eng qimmat dorisi bo'ladimi, Koreyaning dorisi bo'ladimi, dunyoning eng zo'r tabibi o'zining laboratoriyasida ishlab chiqargan bo'ladimi, farqi yo'q. Dori bilan bu kelib chiqayotgan sabablarni davolay olmaysiz, balkim simptomlarni davolay olasiz. Dori-darmon blokadalarni aytdik. Blokadalar-ku vobshe faqatgina og'riq qoldirish uchun ta'sir qiladi. Oyog'imdan ostirdim, massaj qildirdim, bolg'am bilan urdirdim. Bunaqa bo'xtonlarga ham ishonmang. Hech qanaqasiga oyog'ingizdan ostirib ham boshqa ham grijani bizga keladigan bemorlar mana katta 20 mm dan katta grijalar bilan kelishadi. Biz ularni 2-3 ta kurs davomida davolaymiz va operatsiyasiz u grijalardan xalos bo'ladi. Biz MRT do'yi postda ko'rsatamiz. Lekin agar siz oyog'ingizdan ostirgan, belingizga urdirdingiz, yaxshi bo'ldimi? Demak, sizda o'zi muammoning o'zi chuqur bo'lmagan. Ya'ni og'ir holatlar bo'lmagan. Bizga keladi asosan og'ir holatlar. Endi yengil holatlarda ular yordam berib qolgan bo'lishi mumkin, lekin siz kasallik sababini davolamadingiz. Qachondir sizni holatingiz bundan ham og'irlashib qolsa, o'sha bolg'am bilan urdirgan joyingiz yoki oyog'ingizdan osgan joyingiz borganingizda keyin o'zi sizga yordam bermasligi mumkin. Siz o'ylanib qolasiz, oldin yordam berdi, nega yordam bermayapti hozir? Chunki muammo o'zi kattalashgan bo'ladi. Endi bu metodlar ham isbotini topmaganligini tushuntirdik. Bizni klinikada nima qilinadi? Mana shu zonada hamma kelib chiqayotgan muammolarga birma-bir yechim berishga harakat qilamiz. Yana bitta davolash yo'llaridan operatsiya.
katta grijalar bo'ladimi, umurtqa kanalining torayishi bo'ladimi, o'zi operatsiyaga ko'rsatma bor. Bizni klinikada 90% dan ortiq bemor chiroyli, xursand bo'lib chiqib ketayotgan sababi ham shundaki, agar rostdan ham operatsiyaga ko'rsatma bo'lsa, bizlarning doktorlar shunday ham aytadi: "Yo'q, sizga operatsiya ko'rsatma, operatsiyadan keyin neyroreabilitatsiya olasiz." Lekin bemorlar bor, ularga уже operatsiya deyishgan, bizni mutaxassislar ko'radi, aytadi: "Yo'q, xudo xohlasa bu yerda operatsiyasiz davolasa bo'lar ekan" deb, mana shunaqa boyga aytib o'tganimizdek, Xudoga shukr 6,5 mingdan ortiq bemorga yordam berganmiz. O'shaning uchun holatingiz operatsiyaga muhtojmi yoki muhtoj emasmi, maslahat berardik, yaxshilab erinmasdan 3-4 ta mutaxassis bilan maslahatlashinglar. Ya'ni operatsiya qildirdik, katta grijalarni o'ylamanglar, butun umrga grijadan qutuldik. Qutula olmaysizlar. Nimaga? Sababi davolamadinglar. Sizlar grija o'sib chiqdi bu yerdan. Grija o'sib chiqdi. Endi siz sababi davolamadingiz. O'sib chiqqan joyini olib tashlaydi xirurglar. Lekin bizdagi muammolar davom etyapti. Bizga ko'p holatda qaytib keladi. Operatsiya qiluvdim 4 oydan keyin qaytib chiqdi. Operatsiya qiluvdim 1 yildan keyin qaytib chiqdi. Biz aytamiz, siz o'yladingiz bo'ldi, qildirdim, qaytib chiqmaydi deb o'yladingizmi? Shunaqa deb o'ylamayman. Yo'q, bu xato fikr. Faqat og'riqqa chida olmaganlar, bir kundagina og'riqdan xalos bo'lishim kerak boshqa deganlar operatsiya qildiradi. Lekin undan keyingi reabilitatsiyani qilmasa, boyagi operatsiyamiz ham uzoq muddatga bormaydi. Endi bizni klinikada nima davo choralarini ko'ramiz? Mana shu boyagi aytib o'tgan grijani bo'lishiga yoki umurtqa kanalining torayishiga olib kelishiga, fasetsniy sindrom, ya'ni harakat cheklanishiga olib kelayotgan sabablar bilan kurashamiz. Igna terapiya qilamiz, eng chuqur nervlarni uyg'otish maqsadida va u yerdagi immunitetni oshirish maqsadida. Elektroakupunktura qilamiz, eng chuqur nervlarni o'tkazuvchanligini yaxshilash maqsadida. Lazeroterapiya qilamiz. U lazeroterapiya nima qiladi? Teridan umurtqagacha bo'lgan masofada 10 sm kirib boradi va u yerdagi qon aylanish sistemasini yaxshilaydi. Bu yerdagi og'riqlarning kamayishiga hamda eski hujayra o'lib, o'rniga yangisini kelishini ta'minlab beradi. Magnitoterapiya qilamiz. Boya aytganimizdek, bolg'am bilan uruvchilar, massajchilar, oyoqdan osuvchilar xohlasam yetib bora olmaydigan chuqur mushaklar bor. Chuqur mushaklar bor. O'sha mushaklarni qanaqa ishlatamiz desiz, Tesla magnit apparatimiz bor. Eng chuqur mushagingizgacha yetib boradi. U yerdagi mushakdagi qon aylanishlarini yaxshilaydi. Mushaklarni baquvvatlashishiga yordam beradi. Udarno-volnovoy terapiya qilamiz. Zarb to'lqinli terapiya, to'lqin jo'natiladi. Agar umurtqada asifikatsiya bo'lgan bo'lsa, ya'ni ozgina kalsiy yig'ib, harakat cheklangan bo'lsa umurtqani, u asifikatsiyalarni kamayishiga yordam beradi udarno-volnovoy terapiya. Bu yerdagi eski hujayra o'lib, o'rniga yangisi kelishini ta'minlashga yordam beradi hamda og'riq kamayishiga yordam beradi. Bundan tashqari infrakrasniy облучение qilamiz. Shu zonadagi eng chuqur shamollashlarni olishga yordam beradi va shunga o'xshab kuchli ta'sir qiluvchi, bemorga og'riqlarini sababini yechuvchi muolajalar qilamiz va muolajalar tugadi 10 kunda. Tugagandan keyin bemorlarga biz individual o'zlariga kerak bo'ladigan mashqlarni buyuramiz. Mashqlarni va aytamiz, doimiy qachon qilish kerak, bir haftada qancha qilish kerak. Nimaga? Biz og'riqlardan xalos bo'ldik. Ularning shikoyatlariga xudo xolisa yechim topdik. Ana endi bu doimiy sog'lom bo'lmoqchi bo'lgan odamni o'zida ham qilish kerak bo'lgan ishlari bor. Mana shu hozir tushuntirib o'tirgan barcha fizioterapiyalarimiz va undan da kuchlilari bizni Espertomed klinikamizda qilinadi va shular yordamida ancha joyda natija olmagan bemorlarga bo'yin va bel grijasidan kelib chiqqan og'riqlardan xalos bo'lishga, yelka bo'g'imi, tizza bo'g'imi og'riqlaridan xalos bo'lishga, insultdan keyingi asoratlarni tiklashga yordam berib kelyapmiz. Agar siz ham ushbu kasalliklardan xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu raqamlarga murojaat qiling va bizni jamoa xudo xolasa sizni tezroq sog'ayishingizga yordam beradi. Audio Jungle.